Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki qarindoshlar. Bugun yangi yil kirib. Mening ash vatanda qolganmish lagerdagi suyimlikmish ballalarim uchunmi bugun yangi yil kiradi. Ash lagerda yetayotgan, zarlayotgan kichik balalar onalar uchunmi bugun yangi yil kirdi. Men uchunmi bugun yangi yil kirdi. Biz uchunmi dunyodagi eng xo'shal odamlar uchunmi yangi yil kirdi. Hammanglarning yangi yilini tabriklayman. Hammanglarga samimiy salom yollayman, oliy ehtirom bildiraman. Hammanglarning mening ballarimdek, mush ballarimdek, qahar balamdek, olim balamdek, avlikim adil ro'shan ballarimdek, ahlim ballarimdek, ballaringlar lagerda olsun, lagerdan azat olsun, turmada olsun, turmadan azat olsun. Bizning xalqimiz mushu oldimizdagi yangi yilda bir xo'sh xabarlarni olsin. Mening xalqim bu o'tib ketgan yil Uyghur üçün en bir qo'rqinchli, en qabak bir yıl oldu. Bütün dünya halkı üçün etkandı en içinişlik bir milletin inirabatkan bir yıl oldu. Herkes o ahırkısı emas. Uygurlar bir tınıqtı kaldık devatımız, bir tınıqtı kalmadık. Biz gayret ornumuzda turup, çokum aldığımızdaki yeni yılda mörüge taraf durup, muşu ballarımız üçün, halkımız üçün kuraş kılıp, lagerini taktımız, vatanimizni qo'limizga elish uchun ko'rikimizni salamiz. Rahmat sizlarga, hammanglarga baxt, saodat, erkinlik tilayman.